Assalomu alaykum. Bu gal sizlar bilan premium segmentidagi hamyonbop bo'lgan yarim avtomat kir yuvish mashinasi haqida gaplashamiz. Ushbu mahsulotimiz ATJ 708 rusumli Avangard brendiga tegishli bo'lib, nasos bilan jihozlangan. Ustki qismi toblangan oynadan ishlangan bo'lib, 150 kilogrammgacha og'irlikni bemalol ko'tara oladi. Ikki rejimda ishlay oladi: delikatniy va normalniy. Delikatniy rejimi nozik matolar va yosh bolalar kiyimini yuvish uchun mo'ljallangan. Normalniy rejimi esa kattalarning ustki kiyimlarini yuvish uchun mo'ljallangan. Mashinamizning barabani ichiga to'xtaladigan bo'lsak, parraklar ikkita bo'lib, bizga kirni ishqalanish sifatini oshirishda juda katta ko'makchi bo'la oladi. Bir siklda aylanishlar soni 280 tagacha yetadi. Bir vaqtning o'zida ham issiq, ham sovuq suv uchun shlanglar mavjud. Kir yuvish taymerini 15 daqiqagacha sozlash mumkin. Energiya samaradorligi 160 kilovat bo'lganda ham har qanday kiyimlarni toza va sifatli yuva oladi. Avangard mahsulot uchun emas, sifat uchun to'lang.